Anlasam Oslo degan bu joy bek yaxshi ekan. Vel, qizg'anlig'ingga sovuq suv sepmoqchi emasman. Norvegiyaga bora olmaymiz. Bu xaridorni qo'lga keltira olsak bora olamiz. U ablah bir muhim shaxs. Munosabat doirasimi ekan. U ana. Vel Ironis. Kinochisin apandi. Meni Vardil deb chaqiring. Cho'lpon qo'g'dovchilar ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men sizda katta arbab bilan ko'rishganligimdan intayin xushalman. Oh, kechiring. Xizmatdishim Kovik William. Niki Franco. Ular texi Norvegiyaga berib baxmagan. Men o'rlashtiray. Kechiring. Bu meni xizmatdishim Weiner Bovig bo'ladi. Uni qarashcha men qo'g'dovchi lozim ekan. Vaqtingiz bo'lsa sizdan bir qancha manzil o'rnini so'ramoqchidim. Balkim biz nima uchun uni qo'g'dash lozim deb qaraysiz? Kelar juma kuni o'tkaziladigan tinchlik yig'ini uchun. Tinchlik yig'inida vaqa chiqanda? Shundaq, tinchlik yig'ini buzg'unchi unsurlarga nisbatan bir cho'ng tahdid. Uni kimdan qaslamoqchi bo'lganini bilamsiz? Aniq bilmam deyamaymiz. Kinotsen apandan bir necha qatam tahdidga uchragan. Juma kunidagi tinchlik yig'ini Kaliforniyadagi bir universitetda o'tkaziladi. Biz har qanday ishning suhbatni epeylishiga to'sqinlik qilishini xohlamaymiz. Parangiz mushagicha bo'lsin. Yana 20 minutdan keyin Erik bilan ko'rishiman. U bizning yangi xaridorimiz. Esimni qilishicha guruhlarda yana bir a'zo bor edi. Do'st ham qiz. Dasha, u bir konna do'sti bilan uchrashqili ketdi. Men doktor. U uyga o'xshaydi. Darhol soqchiga telefon berib ma'lum qiling. Güzel hem batur Vel Ironis xuddi osmondan tushgandek qobil kuchlardan tashkillangan Los Anjelesdagi eng munavvar amonlik saqlash shirkatiga boshlamchi bo'lib, orqa-orqadan eng xatarli bo'lgan amonlik saqlash vazifalarini nihoyatda yaxshi tamomladi. Voy, bu nima puraq? Yaxshi, men bilan vanila o'tining puraqi. U ruhingizni urg'itib, kayfiyatingizni tanishaydi. Nihoyatda yaxshi qo'zam. Rostayman, Vel. Men o'zimni yaxshi qo'g'day olayman. Rostmi? Rostdan o'zingizni qo'g'day olasiz? Ponis, siz bir doktor, bildingizmi? Sirti saranglarda. Ha, bo'ldilar, u cho'ng ish emas. O'zimni maqtaganim emas. Biroq hammalar meni yaxshi ko'radi. Balkim ba'zilar haddan ortiq yaxshi ko'rishi mumkin. Haras, yiliq kuni men Unsin do'koniga bordim. Nimani ko'rganligimni bilamsiz? Antina bola. Oh, yo'q. Zeposning 99-nashri. U dolamda turibdi. Bahosi $349. Vaqti 4 kecha 5 kunduz. U menga gap qilyotdi. Bu diyem ben. Hey ağine, sen tırnağımı yasatmakçı mı? Ücret durup sakla. Uras çatak çıkırdığın ekturdu. O sizni gözlemegende kılıdı. Ben sen için hizmet kılgan. Jeffrey, Zepos'un işleş katnaşka yardımcı Jeffrey. Sen bana eğer Zepos kino okuyup işlense, sen bilen hemkarlaşımın diyen idim. Qarğanda onun nurgun vədlənməyən oxşaysız.
Perverdigar, unutib qolganimni qara. Kino qilib ishlanishini o'ylabmi baxmaptiman. Ularning kino ishlamoqchi bo'lganini bilasan. Biroq meni unutib ketsin deb atay kayniga so'radim. Biroq men unutmadim. Men 20 yil saqladim. Sen badal to'lashing kerak. Yo'qol abdah. Hay xo'sh. Nayti yaxshi evel. Chiroyliqmi-ka? Yo'q. Men tirnog'imni da'vatiman. Qachon meni o'ylab qo'ysiz, ha? Beshingiz nima? Oy, yo'q. Chechimni demadim. Boşinko burun mening hamroyim edi. U akşam telefon berib menga deydigan muhim ishning borligini aytgan edi. Men uning yenidan bu o'zakni topdim. Muhim ish, hayot mamatga munosabatlik ish desizchi. Nima to'g'riliq so'zlashyapsizlar? Oyoq, tirnoqlarki, sumka, tasma? Kompyuterning ichidagi o'zakning gapi fe'l. Turmushni tushunmaysizlar-da? Uni ishalamsiz. Bir nim deyemayman. Bu o'lchamlik 72 jurnallik o'zakkan, har qanday asosiy taqtiq saqil bo'ladi. Amisi nimaga g'am qilamiz? Uningda shifr bor ekan. Mazmuni serli yozqida yozilibdi. Tushundim. U bir parcha tagron jasuslar tizimligi. Shundaqmi tagron degan nima? Planetlararo sayohat nomli televiziya teatrining 42-qismidagi personaj. Ularning yeshil rangli mo'ngizi bor bo'lib, ta'tir so'zlaydi. Xato dedingiz, Kay. Tagron degan bir olim, u normal odamlarning ideyasini o'zgartirib, qaram qotilga aylantirib qo'ya oladi. Lozim bo'lganda bir buyruq bilan uyg'ota oladi. Kinolarda kerakmi? Ikkinchi dunyo urushi mezgilida ba'zilar ulardan foydalanib, ittifoqdosh armiyadagi asosli shaxslarni o'ldirgan ekan. Ularning ko'pinchisi o'lib ketdi. Asosan shundoq. Bir nusxa besib bera olamsiz. Ular boshdan oxir boshqalarning kontrolligida ekan. Nima degan bichora? Bugun balduroq mangay. Nima? Qo'shilmamsiz? Bir oz ishim chiqib qoldi. Ishim bor. U bugun g'alitini bo'lib qopti. Qiziqarliqmikan? Shundoq. Nimani ko'rdingiz? Meningcha u qattiq azob va zulmga vakillik qiladi. Qizil rang oshko'zlik, qirg'in qilish va o'limning simovoli. Men bu oshko'zlikni his qildim. Bu chiroyingiz qamlashmabdi. Amis buchi. Yana bir yangi chiroy. Alohida xodim bo'lishga munosib Albatta, mening maxsus so'zini tuzash ustozim bor. Sizga deydigan gapim bor. Siz mening burunqi erim. Men faqat sizga ishni alayman. Boşinko meni izlab kelibdi. U qandaqroq ekan? U o'ldi. Afsus. Buni u menga qoldirib ketdi. Uy mulkining tizimligi emas-ku? Bu bir jasuslar tizimligi ekan. Tagron? Bu plan allaburun oxirlashgan emasmidi? Keyin yana asliga kelibdi. Nimishqa? Chunki ularga qotil lozim ekan. Yushirin o'ltirmoqchi ekanda. Yeliq ism esingizdami? Keynimizda odam bor. Uqdim. Biri 6 fut 5 diyum, yana biri 5 fut 10 diyum keladi. Ma geldi. Yipek ish kiyim. Sappak rangli kalta ishdan. 54 kalbiyalik tabanca. Meni ajabni tushunib ekansiz. Endi harakatni boshlamam. Yanılı şundaq yaman ekansiz. Albatta.
ilgirkiga o'xshashlar. Bizga ish qolmabdi-da. Adabsiz. Xizmatga qilyaptiniz, yoqtirmay. Hadi nima ish oldi? Mushuk yapaloq esimadi badi. Mening birinchi va ikkinchi erim. Yana kon kasbni qilyapsiz. Burunqi eringiz bilan ko'rishgili ketgan-kansizda, 4 qatim to'y qilganingiz bekor emas ekan. Mening bu shaxsiy turmushim bor. Veldan qarshicha sizga yordam kerak ekan. Menga biroz g'alati ko'rinyapsiz. Tizimlikda u bor, shundaqmi? Yo'q. Men Washingtonning tizimligi 1991-yilda yozilgan. U chaqda dahshatli Amerikaga kelmagan. siz qanday bildingiz? İşlaringiz menga 5 qo'ldak oya. Men bir qatim tayoq sarbisidan hushimdan ketgan edim. Shu chaqda cho'q Bu bo'ldim. qatim ularning damiga tushib Agar men ketdingiz. xato gap qilib qo'ysam, qatil bo'lib qolishingiz mumkin edi. Dasha, qandaqli bo'lsangiz bari. Undaq bo'lishi notayin. Agar sizga buyruq tushirilgan bo'lsa, vazifani o'rinlash uchun hech kimga rahim qilmas edingiz. Qaraganda tinchlik yig'imning ishimi tugabdi-da. Nimishqa, men nihoyatda yaxshi ham bexatar. Shundaq, xuddi cho'g'ning ustidagi bombadek. Ularning deyini to'g'ri. Siz cho'qim qo'dnishingiz kerak. Amsa kinosini apandil kim qo'g'daydi? Kinotsi. Men uni Hollywood mo'ma haykallar ko'rgazmasiga boshlab bormoqchi edim. Siz dam ilavering. Nima? Dam iling. Odatdagi kishilarga o'xshash biror joyni tepib qolarmikan xiyol surib. Menga qo'rqinchliq. Men kinotsin apandimni sahnaga chiqoqlab chiqaman. Boshdan oxir uning yenida turaman. Ironis ham qiz bilan Do'stxon qiz uchun. Vel umumiy ahvolga mas'ul bo'ladi. Dasha binoning sirtida yoshirin qo'g'daydi. Uni hech kim ko'rmaydi. Nayt yaxshi. Bizning bu yerda xayriyadar mangu birinchi o'rinda turdi. Yaxshimisizlar? Mo'ma haykallar ko'rgazmamiz qanday ekan? Mushuk padshayning beshiq bir tal yipni o'tkazib qo'ysizlar, sham qilib yondirg'il bo'ladi. Ayni o'zi ekan. Ras yolg'onni ayira olmaydi ekansiz. Men teg barni she'r bilan suratga tushdim. Apandim. Yana uchirishning borlig'ini bilaman. Atvel meni Yer shari kino shahriga yangi ishlangan oxirlashtirg'ich nomli qistiroliq filmni ko'rishga boshlab bordi. Ko'nglingiz ichilsin bo'ldi. Ko'nglimni demsiz? İçiladi. Dashaning kayfiyati toza yaxshi emas. Biz bilan magazinga berib kelaylik. Rahmat. Yuring, bu ishni ko'p o'ylama. Menga qarang. Mening magazinga berib o'sha axlatlarni ko'rishdan boshqa qiladigan yana muhim ishlarim bor. Sizmi anglab turing. Meningmi muhim ishim bor. Sizga hamroh bo'lay dedim, xolos. Bormisangiz mayli. Men kitob ko'raman. Dangli qo'g'dig'ichi. Dasha siznikiga. Hey. Nima? Telefonni olsammi bo'lmamda? Shundaq. Ba'zilar sizga buyruq tushirishi mumkin. Kay, siz Dashani do'rab eling. Qani ular nima qilmoqchi ekan? Erishib qoldingmi? Do'rsi Dasha. Do'rsi Dasha. Men undaq demayman. Ha. Shundaq og'ayni. Nadligini albatta bilaman. Bilmagan taqdirda mo xaritadan izlayman. Olchib qapsili. Siz kim? Bek, ashratgan o'xshayman. U qo'yibdi. Bu nima deganingiz? Rasni esam Dasha. Telefon olgandagi qiyofatingiz faqat qamlashmagan. Xon qizlar, yanalar nahkatni qilishaylik. Talaffuzidan qaraganda chet tillikda qiladi. U 1 soatdan keyin Dasha bilan aerodrom atrofidagi iskladda ko'rishmoqchi ekan. O bas bo'lmaydi. Hay, meni nima ko'ryapsizlar? Bo'lmaydi. Menga adresni bering, Kay. Meni qo'rqish ishida yashag'im yo'q. Menga adresni bering, Kay. Ma'qul. Yo'q, Kay. O'rningizga boshqa birisi borsa. Meni hargiz o'ylashmanglar. 45 minutdan keyin kinotsini qo'g'dig'ilib boraman. Kechiringlar, men Dashaning qiyofasiga kirib toz qamlashmas. Amsi kim bor edi? Siz uning rakiyasini. U odatdagi odam emas, uningda nurg'un qurol bor.
Bilov qayerda? Ichida. Amish joyidimi? U 1 soatdan keyin keladi. Nəhayət yaxşı. Almashtiruq. Men sizning chaqirıngiz emasmi? Yana almashtiruq. Siz uni bu ishni parda orqasida turib planlovchi deb qoldingizmi? Men uni 3-erim deb qoldim. Mushuk yapaloqdan burunqismi yoki keyingisimi? Keyingisi. U qaysi tashkilotdan? Tekshirish idorasi, axborot idorasi, KGB'dimi ya? DDS. DDS degan qandaq tashkilot u? U bir tish doktori. O'zini qo'g'dashni biladi ekan. Rastayman. U rastla tish doktori. Tushunmadim. Men Amerikaga kelgandan keyin obdan o'ylashmayli uning bilan to'y qilgan ekanman. U menga chiroyli bir dacha ham mashina sovg'a qilaman degan edi. Har qatim tishimni ko'rsatgili bag'rimda u menga bir munt sog'lanib beradi. Uni o'ltirib deyman. Nemishqa? Tushingiz rost aylanganda qiladi. U o'g'il farzand ko'rishni xohlaydi. Bola meni dasha ekanligimga ishonmaydi. Ishonadi. Men sizni yoshirin qo'g'dayman. Undaqda yaxshi. Ma'qul. Baray. Bardig'ingizni biladi. Sizga Vel Ironis. Endi dasha dips bo'ldim. To'g'ri. Yana qandaqdir bir nima qabul qiladi. Kelginingizga qo'shyapman. Nima uchun bu yerga keling deganimizni bilamsiz? Amerikaga kelginingizga qancha uzun bo'ldi? Natijamizni tekshirib boqaylik. Qizil ranglik rayonga kiring. Ma'qul. Qizil ranglik rayonga kiring. Qayerda? Men ko'rsatib bering. Siz Dasha Dips emaskansiz. O'yliq qo'g'dug'ichi Vel Ironis. Hayron qoldingizmi? Undaqda sizni kim qo'g'daydi? Kovik. Qandigagingiz demisi? Menga rahmat aytishingiz kerak. Jib tur, qimirlama. Belim hajab og'irda. Ve Qoralni batlab qo'ydi. Sizga mushuk yaploq. Yana siz texnichi dashani qo'yib yuramsiz. Menimcha bu ishni aniq tekshirib chiqish kerak. Tekshirib topa oldingizmi? Sizga fursat keldi. Raqibingning kim ekanligini obdan ko'rib qo'yish. Dashani topa olamiz deb ham xiyol qilishma. Bizni to'sib qololmaysizlar. Biz uni cho'qim topa olamiz. Ishning
yerimga kelganda bu bir nimalarning aralashvog'ini ko'mamdigan. Yuzma-yuz ilishish eng ishonchli usul. Ammo birdan bir usul emas. Sevgini izlash kerak. Vay. Ben Sergey. Ha. Ha. Yo'q. Tamamen tushundim. Toydum, caq toydum. Jigirimizda sat alaydi qo'qdash. Hay, Dasha. Men telefonda nazorat qilyapman. Sarangib qalay dedim. Solab qo'yilganingiz uchunmi? Yo'q, chechimga chiqirganingiz uchun. Qarasam, vel bilan Mahsen doim mushunda qiladi ekan. Shunga bizmo biror ko'ngil ochadigan o'yinni o'ynaylik. Unaga ishtiyoqim yo'q mening. Siz nima deb keldingiz? Meni izlaganmidingiz? İzlemedim. Tizimlikka tushib qolganingizni burilib bilasiz, bu rostku. Sizga yordamim kerakmi? Sizni ko'rganimning o'zi yetarlik. Menga hech qanday yordamingiz kerak emas. Bayni toshning o'zlig'i siz. Shundoq bo'lishni yoqtiraman. Tosh. Nihoyat tanho. Heliqi qitim voqeaga yo'liqqanda sarang bo'layli deb qolgan edim. Shu chaqda meni qutqizishingizni shunday umid qilgan edim. Bilaman. Tezkab qaranglar, bu Namrat va IP Arxipi degan idini o'zgartib qatil bo'lish filmi. Meni yana azoblamoqchimisizlar? Sizga Alvasning o'limi nomli filmini eptiran degan edim-ku. Komediyalik film iltiqchi. Bo'ladi. Kelar qaytim bundaq ko'nglimni ochirgan ishni qilmaylik qo'yinglar. O'tinib qalay. G'amkin xon qiz, siz teg'i biz bilan 12 soat tursiz. Uxtum, ma'qul. Aldiraqsanlik qilmay. Sizlar ko'ygashtiringlar. Men etildirilgan gurishga bir oz seriqmay qo'shib qo'yay. Heri ishiltiman deman Dasha deysiz. Ma'qul, siz yaman. Endi bo'lganda. Men qarang, uni sarang qilib deymiz. Mening eng kashfiyatim. Men o'ylayman. Menga bir ko'ngilsizlik yuz bergandek bildim. Azaldan bundaq demelishni ko'rib baxmagan. Biz birlikda qo'rg'on yasab, chiroq yorug'ida ilangish o'ynaymiz. Har xil ishlarni qilamiz. Siz cho'qqin xushal bo'lasiz. Men sizlarga rost gapimni deb beray. Bundaq turmush kechirgandim. O'lganim yaxshi. Oh, yo'q. Menimcha bundaq turmush paq qisqarliq. Bu yer tomoshabinlardan kelgan xat paket o'qib bering. Bu Arizona shtati Sumriq shahridagi seriyaning xati ekan. U suyumligim Don debdi. Kechirim yeri. Suyumligim Don. Men kichigimda tartiblar sizdan sodiq tomoshabinlar debdi. Rahmat seri. Gerçi men 40 yoshga kirgan ham to'y qilgan bo'lsam-mu, biroq men yana sizning qad-qomatingizni yoqtiraman. Rahmat seri. Agar ayolingiz bilan bo'lgan munosabatingiz yaxshi bo'lmasa, ko'ngil derizam sizga mangu ujuq. Qalbimdagi qizil ranglik rayonga kirishingizni qarshi olaman. Qizil ranglik rayonga kirish? Qizil ranglik rayon degan nima? Malni tez suratda qachlaydigan va tushiradigan rayon. Menmi bilmayman. Qizil ranglik rayonga? Qizil ranglik rayon.
To'xtang, nega borsiz? Bir istakan suv ep kerak. Yana hiyla ishlataman dema. Sizga keldi. Ma'qul. Baya sizga aytib berdim-ku. Shundoq, biroq G'alit ishlarni ko'p ko'rgan bo'lsam, suvni sizdek ichganni ko'rmagan ekanman. Tez qaranglar. Ular nima ish qilmoqchi ekan? Do'lg'i qara. Nima bo'ldi? Chatoq chiqdi. Bel ochqishni bu yerga qo'yib qo'yibdi. Menda hammaga tushadigan oshqush bor. Bundaq manzarani ko'p uchratqil bo'lmaydi. Sizlar o'sha yerda turib turinglar, eshak bo'lmanglar. O'ziga. Yana sizg'u. Ularning sizni kontrol qilmaydiganligini bilatdi. To'g'ri. Men to'sqinlik qilmam. Bo'lmaydi. Endi mendan ranjima. Men sizni oyat qo'ymayman. Siz azaldan shunday. Ular keldi. Siz men endi qizigan edim. Tasha, unda qilma. Xayr, xo'sh. Searching in the trash bins, I'm digging in the dirt. I'm cracking all the hard shells to maybe find a pearl. I'm going down a tunnel from this mean and horrible leaning on a lamppost, I'm waiting for the rain. Please come to me in buckets and wash away the stain. The sun is almost rising still, last night on my face a trail of black mascara leading to your place. Save me, daddy. Save me, Kechirim. daddy. O qizalda tamak chekishga bo'lmaydi. Sizni bir atal chekib qo'yim. Bu yaxshi fikr ekan. Men shunday o'ylayman. Qog'ini sizdan bo'lsin. Ular heliq programmaga hile ishlatganga dahshatni ko'rdig'ini ular neden biladi? Velning hiliq qitimliq maxsus ziyorati. Shu chaqda u bir nima qoldirib qo'ymaymiz degan edi. O ablaqlardagi ayollar jurnali ko'rdi ekan. Yaxshi bo'ldi, topdim. Yaxshi. Nima? Yaqinda yuz bergan ahvollarni ko'zda tutib, bir chatoq chiqib qolsa uni yutirib qo'ymayli deb dahshaga bir necha iz qo'g'lash qurilmasi o'rnatib qo'ygan edim. Depsiz ham qiz 205-nomerlik yuqori sur'atli tashyo'lda shimolga qarab ketib ketdi. Nega yo'lda ketib o'tadi-ku? Darhol harakatlanish kerak. Hozirgi masala Vel bilan 20 minutdan keyin Kinotsen apandimni tinchlik yig'ini qo'g'dab berishimiz kerak. Men Negin chaqiraman. Nega? Men Kay, nima ish? U oldingizdan 5 kilometr keladigan joyda. Men hozir yuboraman. Kinotsen, sizning Los Angeles qanday ekan? Bek yaxshi ekan. Rahmat sizga Vel. Davomlashtiring. Yenimda siz bo'lg'achqa men nihoyatda bexatar. Og'zingiz acha tatli ekan.
Birinchi iz qo'g'lash uskunasi uning yonfonida. Biroq u telefonni olmayotdi. Kelgan telefon ko'rinsa kerak. Ikkinchi iz qo'g'lash uskunasini tepish unda oson emas. Nada? Pikapning motorida. Ehtiyot qiling! Signal bo'linib ketdi. U cho'qib pikapdan tushdi. Eng oxirgi iz qo'g'lash uskunasi u menga o'ylab topolmaydigan joyda. Qarab meni! Yine sarama. Qaysi saram? Motosikletimni olib qochgan. Egiz boy, qarchash. Chiroyi jiddiylashgan. Dal shu. U universitet tarafga qarab qochdi. Kinotsin. Nishon kinotsin. Hanımlar, efendiler. Alohida mehminimiz James Spray efendini kızıl karşılaylı. Bugün bizning baliqchilik kasbiy tariximizdagi eng ahamiyatli bir kun. Bugungi yig'inda ko'pchilikning o'rtaq turmushga kelishini umid qilaman. Sizning kayningizda. Rahmat. Sizcha Vel? Men sizning kayningizda. Men doim shundoq. Biroq sohalarga talash tortishlar tufaylidan ikki tarafning manfaatiga og'ir ziyon yetdi. Bu qatimqi birlashish. Vel, nega hazırlı barıdı? Dashani topdinglarmi? Yo'q, ularning hammasi sizning yaningizga ketdi. Negining qarashicha nishon kinotsenkan. Qiziq ishda bu. Men nima deb bo'ldiroq o'ylamagandim. Ikki tarafning to'qinishi uzilib baxmadi. Baliqchilik kasbining huquqini kimning tutib turayotganligini bilamsiz? Jax Cast. Ularning qo'shnisi. Men u ablahlardan bezor. Ular hamma yerda ish terib yuriydi. Endi bizning qo'limizga tushibdi-da, ularni obdaroq adabtab qo'yaylik. Uqdim. Eng yangi xabar. Ish baliqchilik kasbidagi talash tortishdan boshlangan ekan. Dashaning nishoni kinotsin ekan. Dashani o'yg'atgan odam cho'qim uning kinotsinga yiqilisha oladiganligini biladi. Kinotsin biladi. Biroq u o'ziga ziyonkashlik qilmaydi. Kinotsinning yordamchisi. Beni. U buzuq. Men qara, men Dashan topay. Siz bu yerda kinotsinga amra bo'ling. U saknik chiqmasin. Uqdingizmi? Xotirjam bo'ling. Agar atrofimizdagi suv rayonidan o'rtaq foydalansak, Texnik chiqma. Vaqtda ikkili taraf Nima chiqadi? o'lcharligisiz foydaga erishadi. Ma'qul. Ikki tarafning muhim portlarining hammasi shu yerda. Uzundan beri ikki taraf bir-birining ulini qo'llab keldi. Zo'r ziyon uchradi. Texmi yamini bizning mushunda qilishimiz bilan baliq zo'migarlari foyda ketdi. Biz qarshilashishni to'xtatib, darhol ittifoqlashishimiz kerak. Ittifoqlashib, sirtqi dushmanga o'rtaq taqobil turishimiz kerak. Ittifoqlashsaqla o'rtaq foyda olamiz. Agar atrofimizdagi suv rayonidan o'rtaq foydalansak, undaqda ikki taraf mo'ljarligisiz foydaga erishalaydi. Yana jahillik qilsangiz meni yuz xatir qilma dedim. Meni jazola. Sizni tushunaman. Siz undaq qilmaysiz. Siz meni kontrol qilib bo'lmaydi dedim. Kinotsin qayerda? O'zingiz qo'g'dimoqchi bo'lgan odamning nerligini bilmaysiz. Sizmi tayliqkansiz? Sizga gap qiladigan vaqtim yo'q.
Nus chiray satan. Bundaq qilma. Oh, kechirim, kinotsin qayerda? Uning yanında vel bor. Venerni ko'rdingizmi? Boylik ko'rgan edim. Uni ketkizatdingizmi? Nim bo'ldi? O degan xabarchi, xabar yetkazguvchi. Siz kinosening yanında emasmidingiz? Albatta, o tozliq uyida. Uning ozroq ishi bordek qiladi. Odam yo'q, gel. Hali haqiqatim vaqa yuz berganda meni qutqizirga kelmadingiz. Sizni qutqizishga amalsiz edim. Yo'qol, Peter. Dasha, bundaq qilma. Foydasi yo'q. Men ishonmayman. Unaga ishonmasangiz, menga ishoning. Kinotsen, sizmi deb keldingiz? Qizil ranglik rayonga kiring, Dasha. Vazifangizni o'rinlang. Qizil ranglik rayonga kiring. Qizil ranglik rayonga kiring. Siz hozir boshqalarning kontrolligida qolibsiz. Qizil ranglik rayonga kiring, Dasha. Qizil ranglik rayonga kiring. Qarshi tarafdan vakilni o'ldirib eting. Eng oxirgi qatim aytay, Peter, Dasha. Qizil ranglik rayonga kiring. Sizga daxl qilgan har qanday odamni o'ldirib eting. Qizil ranglik rayonga kiring, Dasha. Qizil ranglik rayonga kiring, Dasha. Qizil ranglik rayonga kiring. Sizga daxl qilgan har qanday odamni o'ldirib eting. Dasha, undaq qilma. Qizil ranglik rayonga kiring. Qarshi tarafdan vakilni o'ldirib eting. Siz tinchlikni umid Har qilyapsiz. bir odamning nishoni o'xshamaydi. Dasha, mushkaplikni o'ldirib eting. Ondan velnimi o'ldirib eting. ma'qul. Sizni so'yman, Dasha. Hech qaysini qochib ketamaysizlar. Bo'ldi, Dasha, bo'ldi bas. Xo'jayin bo'lish suhbatim bilan sizga uqtirman. Ish katta damel. Menga dam olish kerak emas degandim-ku. Menam sizga kerak. Nima ish qizatli gapimni anglamaysiz? Buyruqimni anglamamsiz? Birinchidan siz mening xo'jayinim emas. Ikkinchidan, menga undaq ahmoqona dam olish kerak emas. Ne, turish! Kechikdik. Yo'q, kechikmadik. Kinotsen parda oqisidagi odam. Ular qarshi tarafning vakilini o'ldirib etmoqchi. Endi Norvegiyaga bora olmaydigan bo'ldik. Meshik yaplar qechib ketgan o'xshaydi. U qaytib keladi. Biranimi degingiz yo'qmi? Uning puli hisobotga kiribdimi? Bu uyqudagi qotilning eng oxirgi bir qaytimliq harakati. Gipnoz ustozi nim deb kinotsening buyrug'ini anglamaysan demadimi? U faqat kuchli hissiyot qo'zg'alganda bundaq kontrollikni buzib chiqila bo'ladi dedi. Menda cheksiz g'azabli paydo bo'ldi. Menga rahmat etishingiz hojatsiz. Rahmat etishingiz hojatsiz. To'g'ri, vel. Shundoq. Meni siz g'azabga keltirdingiz. Asqetibdi menda. Ameliyotda yiliq kuni ambarda biroz g'alit ish yuz berdi. Bir xil g'alit ovoz qulog'imning tubida nerkatmadi. O'ylab baqay, halrang rayonga kirish. To'g'ri. Men vel, qotil vel. Men qotil vel. Qotil vel. Endi meni dam olishga qo'yib bersangiz bo'ladi. Menam deganimda qiling. Oshxonaga kirib, menga yerim qop yangi yaproq tisa chiqib bering. Yana bir stakan qahvami og'ash chiqing. Ma'qul, chiqib akirib beray. Tushunacağım. Tushundim. Men chaqchaq qilib edingiz sizda. Tushunacağım. Siz nimaga aski? Biroq men yoqtirman.